Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi bo'lib turgan ishlardan bitta video qilib beramiz. 6 metrlik domik konteynerimiz Andijon Qorasuvga tayyorlangan, tayyor bo'lgan. Hozir ichkarilarini bitta video qilib ko'rsatamiz. Manipulyatorda jo'natyapmiz. 10 tonnalik olib borib joylarga o'rnashtirib berishadi. Konteynerimiz mana bu konteyner. Holatlari yaxshi, tekis, chiroyli. 4,5 metr xonasi bor. Bu tarafda mana ko'rishingiz mumkin. Pollar lenon qilingan. Elektrik montajlari 2 qavatli romlarni qo'yib berganmiz. Utubliklar 2 qavat, 1 qavat minivata, 1 qavat penoplast. Havo aylantirish uchun furtichka, elektrik montajlari, rozetka, kulchatir, avtomat. Borib suvini to'kini ulaydi, ishga tayyor xudo xolasa. 4,5 metrga 220 xonani razmeri. Bu tarafda 1,5 metrlik sanuzeli bor. Kirishimiz bilan rakovina, aristonlar qo'yilgan, yaxshisidan unutazmas, betki endi chashagan bo'lgan zakaz bo'yicha. Bu tarafda dushlarni qo'yib berganmiz. Dushlari unaqa arzon prostoy dush emas. Shu vaqtda $100 dan sotilgan pianinali dushlar qo'yilgan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Narxi $2400. Dastavkasi bilan kimgadir kerak bo'lsa bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Konteynerda assortiment juda ham ko'p. Kelib ko'rib, xohlagan o'ziga yoqqan konteynerga zakaz qilib yasatishlaring mumkin. Ba'zan yasalay turganlari, bir qisqacha yasalay turganlardan ham video qilib beramiz. YouTube'da ko'rishingiz mumkin. 1 qavat minivata, 1 qavat po'kak. Bu bolalarga tayyorlanib turgan varianti yasalish jarayonida. Buni YouTube'da qilingandan keyin obshipkalar boshlanadi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Telefondan zakaz olaveramiz.